Dapenci qoruq o'xshatilmay o'tamsiz. Bugun dapenci qo'rish bo'lgan tushanchingiz butunlay o'zgarish mumkin. Nishqa oliy darajali tamaqxonalardagi ustanlardan dapenci shuncha yeyishlik shuncha o'xshaydi. Bugun dapenci qo'rish bu yerdagi muhim bo'lgan 5 nuqtani sizlarga deb beraman. Dapenci qorishda materialning yaxshisini tanlash eng asosli omil. Cho'qon to'xu tanlaganda sanxonji yoki yerlik to'xu tanlaymiz. Biz 1 kilo 200 o'lcham to'xurimizni muvofiq cho'nqit parchalab tayyor qilib oldik. Endi biz qo'shimcha materiallarimizni tayyor qilib olaylik. Biz yong'yo, sinjang, samsak, so'ng piyaz, ko'klazlarni qo'shimcha material qilib olib olamiz. Yong'yo tanlaganda bu shunday seriq, qimmatli yong'yoni tanlasak intayin yaxshi. Yong'yoni to'g'rab bo'lgandan keyin cho'qim sug'ichlab qo'yamiz. Bunday bo'lganda yong'yoning kraxmal tarkibi sug'i chiqib ketadi, ham yong'yo yaxshi pishadi. Biz 35 gram sinjangni adalib olgandan keyin yaproq to'g'rab tayyor qilib olamiz. 60 gram o'lchamdagi so'ng piyozni din to'g'rab tayyor qilib olamiz. 50 gram samsaqni adalab bo'lgandan keyin ozroq besib tayyor qilib olamiz. Lazımı shunday chuvar aratib to'g'rab olamiz, jumla holatda. Biz materiallarimizni tayyor qildik, endi qo'rish bosqichiga keldik. Boya degan 5 muhim nuqtaning birisi bo'lsa, qizil qozon sovuqmay. Biz 160 gram o'lchamdagi yerlik qichmeyimizni qizil qozon qo'yib olamiz. Bir nechta navatni sar tangs chiqarib olamiz. Tangs chiqarish jarayonida diqqat qildig'imiz oyning gradiyasi va navatning erishiga intayin e'tibor beramiz. Baldir chiqarib qo'ysak yoki keyin qolsak, dapenjining ta'mi va rangiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bu eng diqqat qiladigan muhim nuqta. Mana bu shunda oltin qizg'ish rangli ko'pik chiqqandan keyin biz to'qo va 12 gram xo'jalik sab to'qin qo'rib olamiz. To'qon sag'andan keyin aralashtirishga qoldirmay biroz rangini tushirib olamiz. To'xurimizning rangi o'zgarish boshlagan vaqtda biz 60 gram sinjang sab birlikda qo'rib olamiz. Tansa chiqarib to'xurimizning rangini shunday sarg'aytib oldik. Tansa chiqarish intayin muhim, to'xuning rangi va sutiga bevosita ta'sir etadi. Cho'qim o'sha eng asosiy saqlagan, eng diqqat qiladigan ish. Kaynidan biz hamda 100 gram samsaq, 2 tal bajal, 2 tal shangyani sab uningni purqini chiqarib olamiz. Biz ham to'xurimizni tam berib 15 gram tuzni berib olamiz. Tuzni baldirib berish maqsad to'xuning ta'mini texim yeyish bo'lib, qet-qet sinish uchun. Unda to'xu puravatanda kaynidan anji xayni ochiqlasi berib olamiz. Ochiqlarning miqdorini o'zinglarning ochiq tat yeyishi qatta asoslanib bo'ldi. Dapenjik rang berish uchun bir qo'shiq yerlik lapiza, kaynidan dubenjangni bir qo'shiq berib olamiz. Dubenjangning ta'mi dapenjik intayin muhim. Dapenjik Şinjanning yerlik dumlab pishirish alaylik bilan suyani ochiq tamtangshash idisini birlashtirgan vaqtda haqiqiy o'xshagan dapenjik ta'miga erishgan bo'ldi. Ta'mining teximi yaxshi chiqish uchun 25 gram shunchujang qo'yib olamiz. Biz xushburoqlarni sap purqin chiqarib olgandan keyin yana bir muhimlikda qaynoq suv qo'yamiz. Qaynoq suv quygan vaqtda to'xuning asl ta'mini nihoyat yaxshi saqlab qolgan bo'ldi. To'xuning g'ayriy purqin yo'qotish uchun bir qo'shiq aqmish olamiz. Taxminan 3 gram atrofida. Kaynidan eng muhim narsa keldi. Dapenjini so'qtirib olgan shanglyosidan 4 qo'shiq beramiz. Bu taxminan 12 gram atrofida chiqadi. Suv qaynagandan keyin biz yong'yoni sevolamiz. Suv qaynab, yong'yo sho'rpini sumirgandan keyin yuqori oqsilliq to'xu go'sht bilan karbon suv birikmalari intayin bol bo'lgan yong'yo bilan berishib intayin tatliq, yaxshi xushpuroq tamasli bo'ldi. Yong'yorimizni sep ta'min tanglab bo'ldik. Hamda buni sus o'tda 12 minut dumlab pishiramiz. To'xularimiz pishib tayyor bo'ldi. Biz hamda kaynidan qo'shimcha ta'mlarni to'liqlab olaylik. 2 qo'shiq jijing, 2 qo'shiq vijing bilan ta'min to'liqlab olamiz. Jijing vijingni baldir sevasak, to'xuni biroz qirta qilib qo'ydi. Bunga diqqat qilinglar. Texim bu ta'mlik xushpuroq bo'lish uchun biz 100 gram so'ng piyozni sevolamiz. Hamda qozonning qiziq yeriga ozroq ochiq suv to'kib olamiz. Ochiq suv to'kib xushpuroq ta'min oshirib olamiz. Kaynidan to'g'rab tayyor qilib olgan lozim bo'lsa biroz dimlab aralashtirsaklar o'xshagan dapenji tayyor bo'ldi. Dapenji ustidami yong'yon ostiga go'shtlarni, lazlarni, rang beradigan narsalarni ustiga ursimiz. Bu bir dapenji ustidagi bir texnik hisoblandi. Mana dapenjimiz bitib chiqdi. Dapenji Şinjanning 10 dangli qo'rimlarining biri hisoblandi. Mana xushpuroq ochiqdan dal dapenjining huzuri. Kelarki sanda nima o'rganganlar bor, inkas rayonida qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda oshpazlik saviyasini, texnikasini o'stirib do'stlarning bizga ayrim uchrashishni qarshi olamiz. Biz kelarki sanda ko'rishamiz.